ikkinchi qavatga chiqib boradi. Kimdir yo'q bo'pti. Dalada Ey! Kirishga harakat qilyapsanmi? odammisiz? Oching, iltimos oching. Och. To'xta. Odam. Kirma. Eshikni. Bo'ldi, yopib qo'ydim. Endi ochaman. Tishasi olmagan menga. Oching, iltimos. Bo'ldi. Charchaqani eshikni ochib qo'ysa ichkariroqqa kir. Qani menga qara. Mana ko'zimga qarang. Bu tarafga qara, bu tarafga. Qayerda kuyishingiz yo'qmi? Ertalabdan kelyapsan, bilasan? Bu taraflarga qara. Bu tarafga butunlay. Yaxshi. O'qiring. Men ko'zingga qara. Hayda, ko'rdingizmi? Sesimi? Yaxshi. Agar birorta nojo'ya harakat qilsang, xo'p. Mana rostdan yo'q bo'lish kerak ekan. Vot. Uzun. Ovqat bormi? Ovqat. Bugun ovqatga chiqish kerak edi. Ovqat kerak. Hozir. To'xta. Yak. Sen kechasi ertalabdan kelding. Bu tarafga mamnun qarabdi. Jonim kam. Qani qo'lingni pichirni kesaylik. Bo'ldi, qizil qon chiqyapti. Agar qoning salgina oqroq bo'lsa, o'ldirardim. Ovqat, iltimos. Nima bo'lsa ham bering. Ovqatim bormi? Ovqatim yo'q mana. Voy, ko'zim birdan. Bor, qo'lingni yuvib chiq. Ovqat olaman. Asta ovqat olamiz. Ichimni topdim. Chiqyapsanmi? Hozir. Chiqaq. Mayli, tezroq chiq. Gaplashib oladigan gapimiz bor. Qo'lingni yuvib chiq. Suvni kamroq ishlat. Bo'ldi. Suvim toza suv o'xshadi. Ovqatingiz bor ekan-ku. Topdim men. Ye. Ne bileyim, yok. No. Короче, qayerlik? Ana maktab bilasizmi? Maktab oldi. O'sha yerdan. Necha yilsan? Shu men 20 yoshman lekin. Ishchi, kattaga o'xshaysiz mendan. 20 yosh? Seni yoshingda 20 yoshga o'xshamayapti-da basaringda. Mayli. Ayt. Aytsam hayda bormaysizmi? Ayt. 17. 17 degan hayda bor, nima qilaman men? Kichkina deb ana xo'rasi yordamim tegmaydi. Nima? Senga men yoshim 18da, 1 yoshga tegaman sen. Bundan ovqat yo'qmi? Bor, prosta albatta yetish kerak. Ana chiqib beramiz keyin. Yo'q. Ovqatim yetardi. Meni bir haftaga ovqatim yetardi. Tashqari chiqmayman. Qanaqa o'tirishadi? Ana nima bor? Quyida qonun. Bitta bolani kirgizdim. Stop. Mana kirib bo'lib ketdi. Siz nima bo'lgan sizga? Hech narsa bo'lmagan, tentak. Kes bo'lindi. Qizil qon chiqar. Eng yaxshi usul qo'lni kesganda oq qon chiqsa bo'ldi. Mana. Besh qama. Bo'ldi. Yana ovqat yeysanmi? Hamma ovqatlarni chiqarib, короче, sartirofka qilamiz hozir. Endi bir hafta yetadimi? 17 ta non va 5 ta pechene. Hozir bittagina non beraman bo'ldi, yesin. O'zi nimaga bo'ldi? Juda ham ko'p ovqat yeyapsan sen. Yeganim yo'q. Birga yig'adi. Tashqari qo'ysan. Foydasi yo'q. Lekin ba'zi maxluqlar bo'ladi.
Tashqari qarava. Yağmur kunlari har doim men tashqariga ketyapman-ku. Ha, sen teksan. Men ketdim tashqariga. Ketdik. Men ham chiqaman. Lekin podyezdda maxluqlar bor, o'shani o'ldirish kerak birinchi o'rinda. Unda o'sha kelyapti. Ha? Ochaman bu sandiqni faqat. Ketdik. Bo'ldi, yarmini keyin. Podyezda zombiga o'xshash, ya'ni. Kelayotganda yo'q edi. Kelayotgan Kelgan yo'q edi, lekin bari tepada ikkita qo'shnim bor o'shalar. Derazasi ochiq turganini men tushunmayman. Bilmasdim. Ular hozir unchalik agressiv emas, hech bo'lmasa. nima edi buncha? Nima edi buncha? Jannat oldiga borsan, xuddiki titakka o'xshab aylanib yurasan, tushundingmi? Orqasiga o'tib o'ldirasan. Agar to'g'ri borsang, ular o'ldirish imkonsiz. Agar biz titaga o'xshab yursak o'ldirmaydi. Tasmayız, постоянно tasma. Titakka o'xshab yur. Xuddi tepadan sakrab orqadan qolsa. Bu e'tibordan chetga. Oldu. Hadi ketdik. Sizniki? Men Kamazda ishlaganman. Kimniki deysam, sizniki ekan. O'tirib. Kamazcha. O'tirib. Ha? Halash basmış. Tuzatsa bo'lar? Tuzatsa bo'larmiz, ishlaydi, o'sha kalt gibi. Xonada. Ha, bizga pistolet kerak, bitta do'stim bor mening. Pistolet. Ismi nima? Mark degan do'stim. Ketdik o'sha pistolet topib kerak. Hozir mashinada boramiz, har zamongi baribir. Ammo birdan to'xtab qolsa, o'lib ketishimiz qayta olmasdan. Biz hozir podyezdda mazza qilsak bo'ladi, chunki yo'q. To'g'rimi? Yo'q deyishim, xatoda baribir ular kelishimiz. Stop, uy ochiq. Ochib ketaverik, to'g'ri. Kim yoki zombilar kirmaganmikan? Yo'q, kamera hozir kalitda qatdi. Men qarab turaman. Kalitda mashina qayerga qo'ygan? Ha, u topdi. Hozir Davay ketdik. og'zimdan chiqarib kelmayapti. Bilashdi bo'ldi. Emas bo'ldi. Jim olib ketamiz, tushunadingmi? Bitta kursimiz uyda turk kishi shunday maqtab aytdi. Podyezt ichiga Kala yo'q uribdi-yu. yo'q ish kerak. Da podyezdga kim kirmasgacha. Qichkirmasin zombi. Ketdik. Ushlab yuradim mana. Ko'ring. O'zi yaxshi o'zi. Bo'lmasa ham olib kelish baribir tirikmasa. Kamazligi bilasan, qanchalik tez yurmaydi ham keyin bu kamazimni oldin tekshirib tushundim. O'sha shahardan chiqib ketsam bo'ladi. Bilib tursa mana Yaxshi. Zombilar bo'lsa ham rivojlangan ekansiz. zo'r narsasini aytaymi? Bu shunaqa zombi virus, ya'ni maxluqlar virusida eng yaxshisi aytib berayapti. Eng yaxshisi yomg'ir yog'ayotganda hech qanaqa maxluq bo'lmaydi. Yaxshilar telefonga zarkasi uyda turibdi zarka qo'yadi. Yaxshisi bizada bunagi bor. Nima edi shu qarcha tortasanki bizingda ishlaydi. O'shanaqa to'p. Shu yerda bo'lish kerak astagina. Markman. Ha, taxonda. Qalaysan, Mark, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mark, yaxshimisan? Bu isming nima edi o'zi? Riko. Riko. Ha, yaxshi, qalaysan o'zi? Ko'rsan?
Ha, zo'r. Qaraylik-ku. Buni bunaqaligi, короче, kallasi nima edi? Bir xil, biz bir xilga o'xshaymiz-a, to'g'rimi? Ha? Короче, biz egizaklarmiz. Da, lekin men bilmaslik aytmagan bo'lishim mumkin, lekin egizaklarmiz. Короче, men hani kam menga qurol bera olasam ikkita. Qarasam qolishim mumkin. Okey. Yaxshimi? Richard. Riko. Rahmat, Mark. Patron. O'zingni ehtiyot qil. Yaxshimi shu yer? Balki bizlarga borasan. Yo'q, kerak emas o'zim. Shu yer yaxshiroq. Yeyishga, ichishga mana bormi? Yetadi. Bunga yetadi. Bunga suvdan ham muammo yo'q. Chunki neda bizlarni chekkanimizda suv ishlab chiqaradi. Hozir bilasizmi, endi pul hech narsa hal qilmaydi. Mana Mark, baribir sen. Ya, olib ketinglar, kerak emas. Yo'q, sen o'ziga. Shu ukamni o'zim bilan olishim kerak-da. Qo'shib. Kingsa ham kelarmiz. Baribir qiyin-da buni ishonish umuman arzoch, umuman bilmaydi bola. Bandit kelib qolsa o'lishadi. Banditlar ham bo'ladimi? Eslagansan? Yo'q. Banditlar bo'ladi. Eng yomon banditlar. Aynan mana shu chunki bu yerda suv markazi bor. Suvga tanqislik yo'l qo'yib. Bo'lyaptimi eshik? Eshityaptimi? Yaqinda shu qo'ljelikni olishib kerak. To'g'rimi? Mana endi ustaxona bor ekan. O'zi kerak degan bo'ladi, baribir yomg'ir to'xtab qolsa degan maqsadda kelgan. To'g'rimi? Ha. Tushdim. Oyog'im tiqilib qoldi nega? Aytaymiz, nima o'zing tarafdan chiqmasa, bu tarafdan chiqibsan. Bo'ldi. Oyog'im tiqilib qoldi. Sedinaga. Deraza nimaga sandalga? Eshitdi, burasi. Men kelayotganimda bor edi. Deraza bor. Bo'lib kerak. Manzara olmoqda quyoshda yonamiz. Banditlar hamma narsani olishi kerak. Chunki bandit o'xshatdi. Bandit? Banditlar. Shumi? Ko'rib ko'rish kerak. Bu tarjimlar hamma sonida. Nima? Bola bo'lib qolishdi. Chunki Samsa. Bakaki. O'liyo hammasi. Uyga kirchirik-ku. Yo, pastda uyimiz, aytay. Yo, bilaman, tepadan ham qarayapman. Men qarab chiqaman. Bor ekan. Kiryapti. Qani? Mana edi. Uyda? Ha. Sen ko'ramsan. Uyda ekan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Xavfsiz. Qulfimni sindirishdi. Voy, endi nima qilamiz? Skaf qo'yish kerak. Tez qo'yish kerak bo'lmasa agar Bittasi yopilar hozir. Yopdim bittasini. Yopiladi, lekin qulfi sinibdi deyapti. Tushib ketaveradi pastga. Eshikni yopib qo'yamiz. Eshik qulfi yaxshi, baribir ushlamadan maxluqlar agar bilib qolishsa, otishmadan keyin aniq kelishadi ular. Yomg'ir to'xtabdim ekan. Yaxshi. Baribir tur. Qo'lim yopib chiqaydimi? Qurol olib chiqdik. Birinchi vaqt odam o'ldirishingni. Ha? Mana ham. Men qo'limni yuvishim kerak emas, pichoqda o'lchab qo'ydim bittasini. Qon. Bo'ldi. Xonadan bitta qaraydim. Yomg'ir to'xtabdim ekan. Ehtiyot bo'lib qara baribir. Yo'q, hali ham bor. Menga yomon ko'zim yo'q. Bittasi menga yoqdi, lekin xonangizda bitta menga yotoq bor ekan. Uxlavordimmi? Uxlavordimmi?